Assalomu alaykum yoshlar, yaxshimisizlar? O'sha kuni bir bo'yinlardan turum topib eslasanglar, shu tomi polni yopilib ketgan bemorning qizlari keldilar. Men ham ko'rib qo'yinchi nasl so'radi deyishdi yo'llar. Mana ko'ryapsizlar, mana yog'ni bosishim. O'sha yarmiga kelib qolgan. Mana tomida ichida yog' mana. Onalarniki to'liq yopilib qolgandi. O'sha mankini ham ko'rib bering. Nasl so'radi deyishdi. Mana qani 50%. Faqat ko'ngil qalblariga Xudo sopdi. Buni mana dori bilan to'xtatib qo'ysa bo'ladi. Hozir zamonaviy dorilar bilan shuni shu yo'lda qachondir maytib bo'lmagan. Qarang, bu shuni oylar, yillar davomida o'sib, tomirda yarmini yopib qo'ygan. Tek qo'ysangiz bu yana ketaveradi, tepaga qarab to'liq yopib qo'yadi. Sizlar mana shu onalarniki to'liq yopilib qo'ygan, qarang. Onalarniki mana. Ingichka o'sha yinadek joydan o'tyapti qon dediki, mana tomirda yopib qo'ygan. Nasl omili mana, sog'lig'ini salomat, buni o'ziga lak bosib qo'ying.